Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanali qadrli obunachilari. Mana kechki payt video syomka qo'ygandik. Inshaalloh akalar, qo'chqorlarimiz ichidan sotilyapti. Hozir sotilgan joylarni sizga bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Andijonga, Beshariqqa, Namangan shahriga, Farg'onaga qo'ylarimiz ichidan baraka bo'ldi. Baraka joylarni bir qator ko'rib oling. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar akalar. Mana qo'chqorlar akalar yotishibdi. Damni olib. Xohlasa katta qo'chqor so'ragan ko'klamizga bor aka. Telefon qilaverasiz, bemalol jo'natib beramiz. Dastavkasi ham ichida besplatni qilib jo'natib beramiz. Inshaalloh ertaga qurbonlik qilinadigan kun. Xohlasa mana shu qo'chqorlarimizni akalar ishqibozga jo'natib beramiz. Vaznlari mana ikki o'qolarniki aka 90 kilodan 100 kilogacha, mana akalar 80 kilodan 85 kilogacha. Mana sotilgan joylarni bitta ko'rib qo'ying akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu qo'chqorimiz akalar, mana Andijon shahriga akalar o'zlari kelib olishdi akalar. 7 oydan beri quruq yeb turgan qo'chqorimiz mana qurbonlikka yaxshi niyatda sotildi akalar. Xudo xolasa aka, mana olti ushlarni ham ko'ring. Qo'chqorlar akalar bo'yin sog'organ. Inshaalloh har birimizga shunaqa qo'chqordan aka qurbonlik qilish nasib qilsa inshaalloh. Agar kimgadir aka qo'chqor kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, sirasi telefon qilsangiz bugun ham chiqazib yuboramiz akalar. 9 million 200 ming so'mga baraka bo'ldi akalar. Xudo xolasa qo'chqor aka mana o'zlari kelib ko'rib olishdi. Haqiqatan akalar mana qo'ysangiz zo'ridan mana. Inshaalloh zo'ridan atang. Alloh uchun akalar like bosib, yaqin birodarlarga jo'natib qo'yasizlar akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Bunda yana akalar 15 ta bor. Mana shu qo'chqordan. Oldini ko'ring. Mashalloh. Barakasi bersin, mana shu opra akalarimiz olib ketishyapti akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana yana bitta o'zimizning xonadonda akalar Andijon 80 metrga 2 dona qo'chqorimiz baraka bo'ldi. Inshaalloh bugun 26 may. Bugun Arafa kuni mana shu akalar qo'chqorlarimiz akalar yetkazib dastavka qilib beryapmiz. O'zlari ko'rib olishgan, xudo xolasa akalar mana. Kimga shunaqa aka qo'chqor kerak bo'ladigan bo'lsa, bugun erta yetkazib dastavkasini qilib beramiz. Xudo xolasa akalar qo'chqorlar quruq yeb turgan mana. Jonivorlar. Qattiq semirgan akalar. Haqiqiy sergo'sh, kam yog'idan so'ragan ko'kalarimizga aka borgandan keyin rahmatni aytib qo'yasiz ham inshaalloh akalar. Like bosib, yaqin birodarlarga jo'natib qo'yasiz akalar. Mana shu ikkita qo'chqorimiz mana shu bitta laboda ketyapti. Aka mana qo'yimiz chiqib ketyapti. To'g'risi mana M qilib yozib qo'ygandim. Mana shu operaga o'borallar. 8 million so'm pul berib berasiz. Biz boqqanimizga rozimiz. Mana xudo xolasa ehsoningiz dargohida qabul bo'lsin aka. Mana. O'rganimizga biz rozimiz aka. Yetib boradi hozir 1-2 soatda.